Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi ishlarimiz mana 06. Bu ishlarni to'g'risi temirlik kabelsiga almashtirishimiz kerak. Ko'ramiz, qayt yo'qmaydi, alishtiriladi bu ishlarni. Mana kilo almashtirib yuboramiz. Qarani, teshuk. Endi monetlar teshuk. Endi bunga mana almashtirib qo'yishibdi. Men yaxshisi buni almashtirib yuborishga kilo butun qilib qo'yib yuborish kerak deb tavsiya qildim. Maslahat berdim, akalar rozi bo'ldilar. Bu mashinani o'zi bitta ustaxona berishgan bo'lgan. Remontga berishgan. Mana shunday qilib karnizdan o'rnatgan mana. Yangi karnizdan qo'yib qo'ygan. Damkratliklar, taglarni yamaganga o'xshatib mana ko'rib turganingiz mana. Sana hammasini bir nima qilishimiz kerak. Xullasi juda ajoyib ishlar bo'lgan. Shunga men svarkadan chiqqan deb o'ylaydilar, qazicha yo'q edi. Mana kapotni ham yaxshi almashtirib olish kerak bo'ldi. Biz uni kiloni ham almashtirib olamiz. Orqa kapotni ham almashtirib olamiz. Oldi kilo almashtirib olamiz. Eshiklarni qaplama qo'yib yuboramiz. Buni ham shu Andijon viloyatidan kelishdi. Okaxonlar shu YouTube kanalida videolarimizni ko'rib, qilgan ishlarimiz ma'qul tushgan ekan. O'shanga olib kelishdi. O'shanga xudo xolisa ishonchlarni qilib chiroylab qilib beramiz inshaalloh. İçlerimi almashtirib bo'lgan ekan, yaxshi kapot ko'taradigan yangi ekan. Lekin mana kapot ichlari ham ko'rishlar, siz varkalar bo'lganda. Doğrusu. Yaxshisi buni boshqa qo'yib yuborgan, yaxshi kapot ichi ham churib ketgan bekor. Mana. İçler holati ko'rib turganingizdek. Bu kilo ham xuddi shundoq. Buni ham monetini almashtirishgan. Endi mana ular shpogolovka yeydi. Rossa yegan, yana rossa yeydi. Bundan ko'ra 350 ming boshqa qilib kilo qo'yaylik deb maslahat berdim egalarga. Bo'ldi, shunaqa qiling yemasam dedilar. Mana orqa eshik ham qaplama qo'yaylik desak, mana eshik tegi ham o'zi chirigan ekanda. Agar mana eshik butun bo'lgandan edi, bitta qaplama qo'yib yuborsak bo'laverardi. Endi ko'ramiz, bozorga borib olib kelaman-da. Eshik biron nima. Mana eshik bo'lmaydi, yaxshi ekan bitta mana eshik. Buni ham mana kilo, ama yaxshi ekan, oldi kilo qolaveradi. Bog'larda anaqa jo'ti yo'q ekan. Bitta mana kilo qoladi. Mana taglarda, ichlarida bu buni ham mana bog'larda ham mana qo'yilgan, kurtkada mana almashtirilgan, qo'yilgan, mana svarkalar bo'lgan. Endi maksimalda qo'ldan kelgancha qilgan endi ustaga. Nasıl deyish qiyin. Hop. Mana motorlarning ichini ko'rsak. Tak, oke, yangi radiatorlarni qo'yibdilar. Ichidan ham kraska qilib yuboramiz. Xudo xolasa chiroylab. Shunaqa gaplar. Hop, mana yerda ichida bo'lsa Sidin remont berish kerak, boshqa qildirish kerak. Temperatura boshqa qo'yish kerak. Bitta jo'tlari bor. Torpeda yaxshi emas, torpedani qildirish kerak. Ustiga berib torpedani qildiramiz. Xudo xolasa ichiga bitta linoleum so'limsa, bitta shumka qilib, вообще zo'r mashina bo'ladi. Xudo xolasa yangi dakka bir jim mashina bo'lib, xudo xolasa chiroyli holatga keltiramiz. Qo'limizdan kelgancha maksimal harakat qilib, Xudo qodir qilgancha. Shunaqa gaplar qadrdonlar, kuzatib boringlar. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hamma ishni chiroylab, xursand qilib jo'natishga harakat qilamiz, Xudo xolasa. Zato O'zbekistonimizda, o'zimiz yurtimizga, o'zimiz elimizda, o'zimiz yurtdoshlarimizga foydamiz tegibdi-ku. Shunisiga ham xursandman, to'g'risi. Qancha yurdi qozoqlarda, Rossiyalarda o'rislarning ishini qilib berib, gapini eshitib, boshqa qilib.
Mana o'zimizdagilarga foydamiz tegibdi-ku. Shunaqa gap qadrdonlar. Kuzatib boringlar. Obuna bo'linglar qadrdonlar. Like bosib qo'ying, ko'p odam ko'radigan bo'lar ekan, like bosilsa. Bundan bu kanalda menga pul beradigan joyi yo'q, lekin shu ko'pchilik ko'radi. Ishlarni qilib beramiz. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha kuzatib boringlar qadrdonlar. Mana bu ishlarimiz ham почти уже deyarli yechib bo'ldi. Motorni sex qoldi. Hozir kirlarini kesib olib tashlaman, eshikni bo'shatib olib tashlaman. Buni qarani mana bular svorka qidirganlarda, ular qancha jo'naydi. Qilinmay qolgan joylar qancha. Uka biz oldatida, shu urib cho'ktirishgan, o'zi baland bo'lib ham yotibdi. Endi eshikni bo'sh qilib kelganman. 4 eshik bo'sh qo'yaman. Xudo xolis, chunki bular tushirib ketganda eshiklar. Shunga bagajchilar yangi deb qo'ygan, yangi ulab qo'ygan, chiqirlab qo'yolmaydimi? Va churi yetibdi. Ajoyib. Hozir buni kesib tashlamiz ancha joyda. Voy motorlarni, gaz balonni yechdik. Gaz baloni yechildi. Gaz balonni yechganda ko'rsani ichida bor. Mana ham kino chiqdi. Gaz balonni yechdim, mana ish qarani, mana qarani. Voy, qarang. Voy, bag'i ham xuddi shu. Xuddi shahvo. Voy. Lekin. Mana eti. Nimadir bor ekan ozgina. Tak. Gaz balonini oldik. Hop, endi motor olsak, xudo xolasa, motor olamiz aytganimizda, okada motorlarda ham lotereya chiqdi. To'g'risi, oka bilganmidilar, yo'qmi bilmayman, balki o'zi bilgan video yubordim-ku. Blok yo'rilgan ekanda, blok. Mana shu yerda mana blok yo'rilgan ekan. Bo'lsam qadrdonlar. Juda qiyin ish bo'ldi. 21.01 motor ekan. Svarkaga olib boramiz, svarka qildiramiz degan endi. O'lishga harakat tagidan motor bo'shatsam ko'rib qoldim-da. Endi shunaqa ekanda. Kuzatib boringlar qadrdonlar, kuzatib boringlar. O'zi yechamiz, motor yechib yon boshlatamiz. Tagidan ko'ramiz, dahshat. Mana qadrdonlar, bu motor ham yechdik deyarli. Endi hamma mazut, hamma yuvib tozalab, chiroylab, kraskani qilib qo'yamiz-da. Mana aytgan jo'timdan yo'riq. Mana. Jahno. Egalari bilmasa qanday gaplashdim, aytdim, video yubordim. Xabarim yo'q edi usta. Endi svarka qildiramiz. Ustansin topib svarka qildirib, kraska qilib o'rnatamiz-da. Shunaqa gaplar. Ichilar. Tozalab, xudo xolasa. Yana o'rnatamiz. Qadrdonlar, ko'rib turganinglar. Voy, shinavalaka. Bugun ko'rib qilaning deb ketadi. Mana uni aytganimdek, qarani. Shuni yopib qo'ygan. Shuni bolgarkada kesib tashladim. Endi men karnizni olsam qaytib qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun karnizni olmayman. Karniz qolaveradi endi iloji yo'q. Boraka baraka. Endi mana endi buni qo'yamiz listadan. Mana endi usrit qiladigan kurslar mana 1-2 qavat bo'ladi. O'zi aslida bu 2 qavat bo'ladi. 2 qavat ham qalingina usritni qo'yish kerak. 2 qavat usritni qilib list qo'yish kerak bu yerga. Tevadan tushib pastga yurishga egilish kerak-da. Yoki demokratni o'rnasa ko'targanda o'sha
ko'taradi mahkam bo'ladi. Shu narsa hozir yo'q. Endi ularni o'zimiz qilamiz. Hammasini kesib tashlayman mana. Ko'rib turganingizdek. Mana bog'larni splashni mana tarafga qo'yganda-leys, yaxshi, zo'r. Ana shu narsani baqa ham qo'yib o'rmaganda. Endi biz qo'yib olamiz, iloji yo'q. Shunaqa. Mana. Endi shunday o'zi qoldirib olavergan nihoyat to'g'ri. Voy, nasib. Shunaqa gaplar qadrdonlar kuzatib boringlar. Atkamda ish tanlovda adashmani qadrdonlar. Kech bo'lsa ham zato chotki bo'ladi, mazza qilaman sizlar inshaalloh. Takarchir qilamiz endi. Hop, ana xudo xolisa ko'rib turganingizdek, uslit qilib chiqibdi mana. 1 2 3 orasida yana bitta bor, turur sulov qilib. Uni qalin bamperdan qo'yaman. Rossiyskiy mana nima o'ltirgan o'zini bamperi bor bilsani. Bular baquvvat bo'ladi. Turetskiy emas, turetskiylar parash bo'ladi. Bular qalin, normalniy qalinligi ham. Bu bitta haligi nima o'lti bu fir. Ursani qo'lini burab ko'rsani ham bilasizlar, baquvvatda xulasa. Zo'r. Uncha-munchaga chirimaydi ham, yaxshi metral o'ta. Shunga shunaqadan qo'yaman mana. Shunaqa. Endi bunaqalarni sotib olamiz rabochilarni. Yo'qsa mana klientlardan yangi bamper qo'yadi, eskini tashib yormasdan yana mana shunday qilib qo'yib chiqiladi. Biz bag'larni ham mana yopamiz. Asosiysi ashetini keltirib to'g'rilab olay dedim. Keyin o'sha bu yoqqa o'tamiz inshaalloh. Hozir korobkani harakat qilamiz. Korobkani ham bo'shatib olib tashlaymiz. Chunki korobka qo'tining joyi ham mana shunday hammasi mana chirib yotibdi-da. Iloji yo'q. Qilmasa bo'lmaydi. Shunaqa. Hop. Mana ko'rib turganingiz svarka ishlari. Bog'larni ancha joydan svarka ishlarini qilib tashladim. Endi qolganini tushirib olib svarka qilamiz. Mana ham anchagina oldiga ketib bo'lgan ekan, joyga qo'ydim. Buni boshqa o'rtada chiroylab qo'ytiraman. Ichlarida ham svarka qilamiz, joylab qilamiz. Shunaqa gaplar. Tushiramiz. Tushirib qolganini davom ettiramiz. Qadrdonlar mana moshina eshiklarni mana almashtiribman. Sabab mana qanaqa holatda tabtalashveli o'ta. Qaplama qo'yish umuman to'g'ri kelmaydi to'g'risiga. O'ta zanglab churib ketgan, yaxshisi boshqa qo'yib yuborib to'g'ri. Eshikni boshqa olib kelgan marabotchi. Mana narigi eshiklar mana. Bu oldi eshiklari. Oldi eshikni ham boshqa olib kelganman. Orqa eshikni ham boshqa olganman. Orqa eshikni ham boshqa olganman. Ahvolni qarang, o'ta tugab ketgan. Qaplama qo'yishga arzimaydi. Qadrdonlar. Kapot yaxshi. Aytmoqchimanki, ustiga berishsa bir e'tibor berib ustiga berish kerak to'g'risi. Maqtashmas o'zimni. Mana shu mashinaning ustiga berishgan suvarshi qilgan mana. Ashlarni o'rnatib qo'ygan mana. Qarang. Mashinaning o'rnatilgan mana suvarka qilib. Suvarshi qilib bergan mana. Karnizlargacha qo'ygan, bulargacha qo'ygan qarang mana. Qarang suvarka ishini tugatib bergan usti.
Shunaqa qilib svarka bo'ladi. Mana qarani. Voy, mana qarani, mana bag'ini qarani. Ko'rsizlar o'shaning uchun adashmani ustaga berishga qadrdonlar. Shoshilmay, qimmatroq bo'lsa ham yaxshi ustaga bering, ber bir yaxshi. Adashmani, qadrdonlar adashmani. Buni chiroylab o'xshatamiz, xudo xolasa. Amal 06 ham ish ketib turibdi, buni ham ishlamasak, qilib bermasak bo'lmaydi. Ya'ni egalar kelayotganlar. Xudo xolasa buni ham 4 ta eshik, old orqa kapot almashgan mashinamizni. 3 ta kirlo almashgan. Eshikda boshqa qo'yilgan, shuning uchun oz bo'lib keldi. Kapot yana ham ta'allashimiz kerak. Ya'ni egalar keladiganlar harakatdamiz, xudo xolasa. Do'stlar, o'sha kasal bo'lganim uchun olayda bir oyga cho'zib ketib qoldi, ba'zi ishlarimiz chalkashib. Kuzatib boringlar, qadrdonlar. Shunaqa ishlar kerakmiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telegram gruppiga o'tib obuna bo'linglar. Telegramda kullu ishlarni qo'yib turibman. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Xudo xolasa, mana bu ishlamizga navbat keldi. Yana 2-3 ta ishlarni chiqarib yubordim. Endi buni tezlatib qilib gaz qilib yuravermasak bo'lmaydi. Egalar ham shoshiltirdilar, ressiya dedilar, ressiyadan kelingan. Endi o'sha orada gaz olib bo'lganim uchun ancha tiqilish bo'lib cho'zilib ketib qoldi. Endi xudo xolasa bag'ga tezlatamiz inshaalloh. O'nerga minolitimiz ham qolib ketdi. Endi egalari ham shu ishni tashlab ressiya ketganlar. Nazarimda chamando'rlar ishlari yaxshi qolishmay qoldi. O'shani o'zim to'xtab turibdi. Puldan siqildi bo'libdi. Mana bu ishlarimiz xudo xolasa. Bag'i tezlatmasa bo'lmaydi. Pulni berib ham bo'ldilar egalari. Shunga ponni hamma kuchim mana shunga yetdim endi inshaalloh. Tezlatib beramiz, qadrdonlar. Orqa charsida svarka ishlari hali tugamagan butkul. Endi xudo xolasa tugatamiz. Bag'imni ta'allab gultab qilib qo'yishman, gultab qilib turadi. Hali ishlarimni qilaman-da, shunga harakat. Ish yurish uchun bag'dan qilib iloji boricha harakat qilib turibman tezlatishga. Gaplar, qadrdonlar, kuzatib boringlar. Zo'r mushti bo'ladi lekin. Hozir ancha davron ham video qilgandim, to'g'risi ishlar ko'p. Ishlar ancha ko'p. Lekin ish ancha yurib bo'ldi, alhamdulillah, xudoga shukr, kelib chiqib. Mana shu oldilarda qo'yilibdi buni. Motor ichi. Mana orqa taraflari tomlari. Orqa tarafda svarka qilingan ishlarim bo'ylar qilmaganman, endi qilaman, xudo xolasa. Nega shoshilganda kecha video olmaman-da, Telegramda bor, kullu olib tashladim, misol bag'ini tezlatib gultobga qilib qo'ydimki, hozir gultobkalar qurib turadi-da. Gultobga qurib turguncha men orqadagi ishlarni qilaman endi. Chunki havo salqin bo'ldi-ku baribir nisbatan. Shuning uchun bag'i sekin qurib turaveradi. Gultobga qilib qo'ydim, bag'i qurib turguncha mana bu endi svarka ishlari bor, svarkalarni qilib, mana qaraman. Svarka ishlarini qilib, keltirib yana qo'rsam, xudo xolasa bilan orqadan orqa fartu, orqa kapot, oldi fartuda ish bo'ladi. Mana bular yangi kirlo ish bo'lmaydi. Tezda xudo xolasa qilib beramiz buni. Egalari ressiyadan keladiganlar, shuning uchun tezlikning deganlarga ba'zi tezlashib ketdi. Ancha oyda ishda ko'rdim, o'shalar hammasini chiqarib yubordim, xudoga shukr. 01 bo'ldi, uni chiqardim. 06 bo'ldi, uni chiqardim. Lekin 06 3 ta mashina bor edi, uchrashlarni chiqardim. Kamazlarga chiqmadi. Zil bor chiqaradigan, endi bu bor. Shunaqa. Endi butun 07'miz bor, endi uni egalari bilmayman, pullar cho'ta qo'shmay qoldi o'ylaganlarga. Inson o'ylagani bo'lmaydi-ku, Alloh aytgani bo'ladi. O'shani tashlab reyslar ketuvdilar, reyslar pulda shanimondilar. Nimagadir qo'shmay qoldi, hozir ham jimla. Shunaqa gaplar, qadrdonlar, kuzatib boringlar. Xo'p, mana bu ishlarimiz ham mana ancha joyda bo'ldi. Svarka ishlari orqada bo'ldi, orqada hamma svarka ishlarini mana deyarli tugatdim, mana yoqda svarka qilingan joylarni qilib, oyog'ini keltirib lis qo'yib mana qilib joylarni mana xudo xolasa kamkusini qilib svarkani qilib tugatib olsam, shunaqa gaplar.
ketdi. Mana bu ishimiz ham nihoyat xudo xolasa svarka ishlari deyarli tugadi. Mana shu yerda kichkina. Mana yeri qilmagan mana yeri. Tashqarisidan qildim, bag'idan qilmadim. Ashin bag'idan qilaman. Unaqa joylar shu ikkita joylar qoldi. Xudo xolasa shu shaylarni qilsam, inshaalloh svarka ish tugadi. Les qo'ydim, mana les qo'ydim, tishlarni chiroylatib. İnşallah svarka ishlari deyarli praktik tugadi. Xudo xolasa bugun tugatib olsam yaxshi bo'lardi. Xudo xolasa bugun tugatib olsam, ertadan o'sha ustilarga boshlayman. Aynan mana motorlarning blogini yorilgan edi bu okaniki. Mana shu yerda yorilgan jo'ti bo'ldi. O'shatini mana shunaqa qilib zakolovka qildirib yamatib keldik. Xudo xolasa dedi, temirga kafolat berilmaydi oka, lekin inshaalloh ko'p yil xizmat qiladi oka. Shuni qaynatib olmasinlar deb shuni dedi. Felis sizinalari mana bitibdi, sizinlanib keldi mana. Hozir chiroylab remont qilib qo'yibdi, go'zal. Mana o'sha cho'kib ketgan, qanday qilib ko'taribdi, video oldingi video bor, o'rgandim oldingi holatini ham. Mana shunaqa holatda ishlar bo'lib turibdi, mana eshikni hammasini taxlab qo'yganman. Xudo xolasa inshaalloh bugun tinchlik-omonlik svarkasini tugatib olsam, ertadan o'zi bog'lanib shpogolovkaga bo'lgan detallarni kraska qilaman-da, xudo xolasa. Shunaqa ish juda avjida. Kraska qildim mana shu o'ylab. Bu kraska qilishga tayyorladim deb videoga olish esimdan chiqibdi, to'g'risi gap. Men Telegram gruppaga olmani baqa olmanmi. Xudo xolasa o'zi bilan hammasi mana 4 ta ishini kraska sepib qo'ydim-da. Xudo xolasa chiroylab sepib qo'ydim, kraskaga to'ydirib. 4 ta ishini tayyor qilib, 4 ta ishini kraska sepib qo'ydim. Endi qolganlarning harakatini qilaman, xudo xolasa. Qalin qilib lekin kraskani sepdim. Lekin so'g'da oson emas kraska sepish, o'qib ketadi. Ayniqsa men qalin sepaman, yana ham o'qadi. O'zi mana edi. O'qibdi mana yerda mana. Uncha badalofka qilib o'qib o'ramiz. Xudo xolasa qo'rqadigan joyi yo'q. Shunaqa gaplar qadrdonlar. O'z 4 ta ishini sepib qo'ydim. Endi mana moshchani o'ziga harakat qilamiz. Moshchada ham xudo xolasa orqa kapot, oldi fartuq, orqa fartuq qoldi, ichlari. Hatta mana ikkita krilo kapotda tayyor. Ularni olib bağları bir kafa aynen olsa. Tam gehabt. Ozgina qoldi, xudo xolasa. Bir ikki kundan keyin kraska. Shu bulutga qo'ygan qarorni mazali keladi. Zo'r havo bo'lsa tashqarida ishlaydi. Hop, navbatdagi ishlarimiz mana xudo xolasa tayyor qoldilar. Hozir balonlarni o'rab, rol o'rab, mana ichi ham tayyor bo'lmadi, ichlarini o'rab. Ustlari tayyor bo'lgan, ustlarini chiroylab bitta kraska qo'yamiz.
Shunga ham kraska qo'ymasak bo'lmaydi. Shunaqa. Mana ko'rib turgan edik, qadrdonlar. Sepib bo'ldim, xudo xolasa. Chiroylab hamma yog'ini oppoq qildim. Endi qolgani yig'amiz. Qanday yaxshi bo'lib ketadi. Mana shunaqa gaplar. O'zi bitta prishkasi qoldi sepilmagan, orqa kapoti sepilmagan qoldi. Mana kras tushmabdi. Sepib borishim kerak. Xo'p. Sepilmagandan mana motorning ichi qoldi sepilmaganda. Oldilari ham bo'ldi, xudo xolasa. Shuni ham sepamiz inshaalloh. Shu 1-2 kundan harakat qilib. Shuni ham sepib boramiz inshaalloh. Shunaqa. Mana shuncha mana zapchastlar. 16 zapchastlari. Eski holatlari mana. Ham shukalari mana. Baribir xunub bo'lganda mana joylar mana yomg'irlar tushib, mana tirilib, yirilib ketgan. Shuning uchun boshqa qo'yib yubordik bundan. Olib keldik. Xudo xolasa. O'shani chiroylab qo'yib qilib beramiz. Bamperlari ham juda chatoq olganiki aytdim, orqa bamper olamiz deganlar. Xudo xolasa. Shunaqa yig'ish jarayonidamiz, xudo xolasa. Bog'da mana mushtamiz. Qadrdonlar navbatda endi shumka qildik, bir chekkadan mastikani berdik, maksitga qurib, orqasidan shumkalarni yopishtirdik. Xolasa yaxshi ketadi. Yig'ib turibmiz, mana orqalarini ham ancha. Orqalarini ham bamperlargacha qo'yib, selagacha o'rnatib, nikellargacha qo'ydim, chiroyli bo'ldi orqadan. Birzgalargacha o'rnab ko'rib turgan. Endi u taglarini qorayga sepib olamiz endi o'sani hammasini. Oxirida xudo xolasa ham go'zal bo'ladi. Assalomu alaykum qadrdonlar, yana bir bor. Mana xudo xolasa endi ichlarga sepamiz inshaalloh. Mana bo'lar qo'yganmiz. Mana bardak ketgan, shumkalarni qildik. Yig'itdik, qo'ytirdik, kunchotlarni. Hop. Ishlar ketib turibdi, bo'lib turibdi. Xudo xolasa bugun endi shu orqa kapotini kraska qilmaganman, shuni kraska qilishim kerak. Oldida motorni ichilarini kraska qilsam, xudo xolasa endi ularga torpedalarni qo'yamiz. Tomda quyosh to'sarlarni qo'yamiz. Shunaqa ishlar bilan shug'ullanamiz inshaalloh. Molding qo'ydim, moldingni ham zo'r o'chatdi mashina. Video beradi. Zamagini qo'ymaganmiz, zamagini bolt qotilgan yer singan, o'shani remont qildirib kelishim kerak. Xudo xolasa remont qildirib kelamiz inshaalloh. O'rnatamiz. Hozir motorni sexni kraska qilamiz. Motorni ham kraska qilamiz, blogini yuvib tozalaymiz buni. Blokni o'rnatamiz, motorni sexni kraska qilamiz, kapotni kraska qilamiz, bak krishkani kraska qilib, xudo xolasa o'rnatib yig'amiz. Farini o'rnatib, oblisovka o'rnatamiz, xudo xolasa ertaga. Bitib boryapti, bitib. Xudo megalar kigulacha ulguradi ilohim. Mana mashinamiz ham xudo xolasa pashti ishlar tugab qoldi. Mana motorlarni qo'ytiribdi mana endi. Radiatorlarni qo'ytirsak, mana qanday ochki, oblisovka egalar o'zlari bitlar o'rnatib qo'ydik. Juda ajoyib. Shko'p to'g'ri shoshilganda video ham olib olmoqdiman. Ruchkamiz bolt singandi, boshqa olib keldim endi. O'rnatamiz uni. Mana qanday qilib yengilgina shumka qilib, yengilgina ixchamgina deydimi, shumkalarni qo'ydik. Endi hammasidan o'ylantirib, mana uni qanaqa qilib qo'yaman dedim. Chunki mana juda yer joy oz. Buni o'rnatib oldim. Odatda obычно birinchi buni qo'yib olardim. Men gaz baloni qo'yardim. Endi bundan o'ttasida ugonisi bor ekan, shu sababdan ham
Sal anaqa bo'lib turibdi. Endi bilmasam. Qo'limizda bir amallarimiz xudo xohlasa. Ish ko'pligidan video ham olib ololmadim. Qadrdonlar kuzatib boringlar. Ertaga indinaga elektrik keladigan o'z bakoyni o'lib o'ynalab olib o'rnataman. Xudo xohlasa. Radiatorlarni qo'yib vaqtni tezlatamizda endi. Sal shoshilib qoldim. Odatda bunaqancha shoshilmasdim, to'g'risi. Bitta mo'shlarni qilib, sekin asta-asta yig'averardim-da, boyag'ida boshqa mo'shna qilardim-da. Ko'p ham bilinmasdi. Endi o'zi buni egalari keladiganlar ulgurib qilib berishim kerak. Shuning uchun sal ishlarni ham olmay turibman. Aslida mashina shu bilan shug'ullanib turibman. Shunaqa gaplar. Qadrdonlar, mana mo'shlarimiz ham mana yig'ilibdi. Xo'p, men endi yengil elektr ishlarni qildirib qo'ydim. Qildirib qo'ysam, tashqi taraflarni yonadigan qilib. Egalarga yo'qmi deganda, uka bo'lganda hamma yog'ini chiroylab qildiravering. Elektrik chaqirib dedilar. Endi o'zi elektrik mana ichlarni, salonlarni, svetlarni yonadigan qilib beradi. Shunaqangi qiladigan ishlar bor, kelib qiladigan. Unga mana bunday narsalar qo'ymagan dedi. Mana shunaqa narsalarni olib keldim, mana ko'pgina lampochka olib keldim. Suv bacholi bo'lmagan bunda anaqalargacha oldim. Yangi starter oldi, yangi zamozejgan olib keldim, yangi dinam qo'ydik. Mana o'ziniki dinami. Bunga o'zi Matiz dinamdan qo'ydik, Chayan starterdan qo'ydik. Вообще maza bo'libdi, okam bo'pladilar. Bo'lganda bo'lib ketdi, yaxshi bo'libdi mana keyin. 4 ta faraga yangi lampochka olib kelib qo'yib qo'ydim. Mana shunaqa ishlar bo'libdi. Bu ham pashta o'zi yig'ib olay dedim. Endi ozgina ishlar qolmadi. Mana qanday lilorim soldim mana. O'zim soldim buni ham. Вообще zo'r, mazza, xudo xolisa. Chiroyli bo'lib, yaxshi kunlarga xizmat qiladi inshaalloh. Shunaqa gaplar. O'z mana bu mashina kelganda, misol evakuatorda kelgan bu mashina. Mana xudoga shukr 4 ta eshiklari ochiladi, yopiladi, kalitlari bor, kalitda bekitib qo'yadi. 4 ta eshikni oynalar ko'tarib tushiradiganlar ishlaydigan bo'ldi. Chiroqlar hammasi hamma yoq yonadigan bo'libdi. Mashina endi evakuatorda kelgan mashina mana xudo xolisa yurib, tonirovkalargacha bo'lib chiroyli bo'lib minib ketadi inshaalloh. Lekin oson emas, ancha pul, ancha mehnat, ancha sarf, ancha vaqt bo'ldi lekin. Endi oyoqqa turdi-da, u umuman yurmasdan kelgan. Siplini ham qotib bo'lgan ekan, bacholar hammasi nima bo'lgan bilmadim. Kecha usta chaqirgan bacholar ichlari tosh bo'lib qotib ketgan ekan, hammasi sandini almashtirib, ularni qildirib qo'ydik. Shunaqa gaplar. Yo'q bo'lmasa ham to'g'ri gapirsa videoga qo'yardim. Xo'p, mana bu ishlarimiz ham xudo xolisa mana motorlarning ichlarini hammasini yurg'izdik. Motor yurdi, xudo xolisa inshaalloh. Radiatorlarimiz ishlaydi, hammasi ulandi. Elektr ishlarini ham kelib, elektr ishlarini qilib ketdi hamma yog'ini. O'zini ishqalab turibman, ishqalab tayyorlik qilishga ishqalab harakat qilib turibman. Bakolim, zeriklarni ham bo'ldi, yonibdi. Ishqalab turibman, tayyorlik qilish uchun. Xudo xolisa tayyorlik qilib qo'ysak, tayyorlik qilganlar nikelda o'ynaydi. Ishga qo'shib kelganlar, olganmiz, ularni qo'yamiz. Xudo xolisa yana ham chiroyli bo'lib, yana ham go'zal bo'ladi. Diskalarni kelganida o'zlari bitta yevro diskaga almashtirib olsalar, mashina o'ta go'zal bo'ladi. Lekin yurdim men meni nihoyatda mashina jim, nihoyatda maza mashina. Faqat bitta yo'qmagan taraf hadovoy ancha charchagan ekan to'g'risi. Egalariga ham aytdim, "Oka, hadovoyingiz charchagan ekan." Desam, "Ha, bilardim" dedilar. Hadovoy ham qildiring dedilar. Endi xudo xolisa endi tayyorlik ishlar tugagan hadovoyni chaqiramiz. Hadovoylarni bitta qaratib olsak, endi nima qilmaslar, hali yudirilmaydi, yumaydi u. O'ylab yuvib tozalasak, xudo xolisa sidini chiqollarni kiygizib, chiroylab qo'yilgan, yumshoq qilib, machalkalarni qo'yib, xudo xolisa lilolimlar yangi bo'ldi. Torpedalar ham mana ajoyib edi, mana zakasni ham bo'ldi, torpedalarni so'xat qo'yamiz, so'xat qo'yamiz. Xudo xolisa ancha maza qilib mineral inshaalloh. Mashina o'ta nihoyatda jim, mazza, faqat shu hadovoy qildirib olish kerak. Xudo xolisa tayyorlikdan keyin hadovoy ham qildirib olamiz. Inshaalloh. Kuzatib qadrdonlar, kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Faqat Jiguli emas, mana Lacetti mashina ham umuman olganda doim aytaman, menga farqi yo'q mashinaning qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Kuzatib qadrdonlar. Qadrdonlar, mana
Pedalovka ishlar ketdi, mana pedalovka qilishdim mana bilyask qilib yaltiratib. Xudo xolasa ish oz qoldi. Shu pedalovka qilish, nikellarni hammasini qo'yish, taglariga mastik qilib taglariga gravitekasi o'zini qop-qora qilib krasib qilaman taglarini xudo xolasa. Ya'ni vilka zadnomoslar bilan, pollar bilan birga qilib qora sip olaman xudo xolasa. Nikelni qo'yish, emblemani qo'yish. Shu ishlar qoldi. Ozgina kunda xudo xolasa bu ham tayyor bo'ladi. Egalarga berib yuboramiz inshaalloh. Egalar o'zlari olib borib, hadvolarni ko'rish kerak ekan. To'g'ri, menga aytuvdilar, to'g'risi. Vaqtim yetishmadi. Hadvochiga olib borib, hadvochiga zapchastini anaqa qilib, ustiga alomani qilgan to'g'risi. Vaqtim yetmay qoldi, ishim ko'p. Endi o'yda ro'zg'or tirikchilik qilishga anaqa ish kelganini qilibman. Shu sababdan. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Ozgina kunda xudo xolasa tashqariga chiqadi, tayyor bitgan. Zaman pedalovkalarni qilib tugatdim. Xudo xolasa yaxshi, yomon emas, zo'r. Mana pedalovkalar bo'lib yaltirab. Juda go'zal bo'ldi. O'zi bu tarafdan ikkita eshikka nikel o'rnatsam, orqa kapotga nikel. Bu tarafdan bitta eshikka nikel o'rnatsak, xudo xolasa yut atib tozalaymiz. Mana qoshlari bor, qoshlarni o'rnatamiz. Taglarda sepadigan ishlari bor, yamaga kirib taglarni bir qator qarab qo'yamiz. Xudo xolasa egalari kelib ketarali. Qolgan kamko'zlarni endi o'zlari egalari qarab, qalatib olarali. Endi qolgan kamko'zlar deganda hadvolar qiladigan ishlari bor. Men uni ulgurmasak ham shuning uchun o'zlari minib hadvosh ustiga ko'rsatganlari ma'qulroq. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Kuzatib boringlar. Mashina olib ko'chada vaqtishi zo'r. Torpedalari ham zo'r. Sidinlari ham chiroyli. Faqat tindirib bitta mo'yka qilinsa, nikellarni oxirigacha o'rnatib tugatib zo'rul ishlar chiqadi-yu. Biz boshqa ishlar chiqib qoldi. Tirikchilik sababi endi olmasa qilmasa bo'lmaydi. Shunga endi bir to'xtab tursin bir kun. Nargilarni qilib olay. Undan keyin evakuatorda kelgan bo'lsa, yurmagan bo'lsa, mana yurdi, xudoga shukr yurg'izdi. Nahad o'qib qo'ydi mana. Operatsiya ketganlar, endi keladilar, kelishlari mana tayyor bo'ladi inshaalloh. Andijonga qarab minib ketadilar. Namangan aeroportga kelib. Mana shunaqa gaplar qadrdonlar. Hammasi vaqt, mehnat. Shu. Qadrdonlar mashina hadvoga ustiga borgandim, mana holatni qarang. Mana shunday holatda Andijonga menib ketadi deb o'ylab turgan ekanmiz. Akasi buni hadvo qildirmasa bo'lmaydi, iloji yo'q. Hadvo qildiradigan bo'ldik. Egalarga aytdim. Hozir endi ustaxonadamiz. Qarang, endi ustaxonaga yetib kelganimda mana qanday holat bo'lib turibdi mana. Yetib keldim-u, Sharavoy ham yetib keldi. Yaxshi ham katta ko'chada bo'lmadi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Tak, balki bu oxirgi video bo'lishi mumkin. Shunga videoga olib olay. Ko'rib turganingizdek, mana shunday holatda bo'ldi. Faqat shu mana diskalari bo'lmaydi, kraska qilinmadi, to'g'risi gap. Endi Euro diska qo'ydirib oladi-da, bu eski diska. Xudo xolasa Euro diska qo'yib olsalar, stakanchilar bilan juda go'zal bo'ladi. Endi kamko'sini o'zlari qarab, egalari ham qildirsinlar dedi, to'g'risi gap. Mana qilganimcha qildim, baribir qiyin. Qo'lni shunchalik mana evakuatorda kelib yurmasdan kelib Xudoga shukr mana yuradigan qildik. Ichiga suv o'tmaydigan qilib, ichilarni yopiladigan qilib, torpedalar ham shuklar mana juda chiroyli holatda keldi saloni ichlari. Millionlargacha so'lib, mana torpedalar chiroyligidan patologlar yangisidan bo'lib, svetlar hamma yonadigan bo'lib. Ko'rib turganingizdek, endi ochiq kamiga rozi bo'lganlar, egalariga ham aytib qo'yaman. Birovlar hadvo ham qildirib oldilar. Hadvoga jami bo'lib qancha ketdi? 2 million yaqin pul ketdi. Hadvoga hozir kunda. O'shani ikkita orqa prujina ham boshqa bo'ldi, 4 ta amortizator boshqa bo'ldi. 0.2 prujinalar qo'yib yubordilar. Sharavoylar, xullas ko'p narsa qo'yildi o'shanda. Usta haqqilari bilan bo'lib
2.200.000 so'm pul ketdi mana. Ko'rib turganinglar shu holatda keldi. Xudo xolasa yomon emas bu ishlar. Mana o'zi ko'tarmagani bo'lib qopti, chunki mana bolani qo'yganimdan sinib bo'ladi. O'shani qisib qopti-da, qisib. O'zim qiynalib qo'ya olmayman endi. Shunchalik bo'libdi. Orqa kapot rezinkasi bor, eski ko'rib turganinglar. Eski qolganlar. Hech qisi yo'q, bitta ham javob ber eski. Qolar ekan-da endi. Shunaqa. Voy qilgan seni tugamaydi, seni eringni. Bu yog'ini qilaman, bu yog'ini qilaman, ey xudo. Shu okeaniki chiroyli chiqsa, inson mashina chiroyli minib ketsa deyman. Ulgurib bo'lmaydi to'g'risi. Bittasini qilsam, ikkinchisi ag'ini qilsam, bag'dan chiqaverar ekan. Lekin Xudoga shukr, shunchalik qilib oldim. Xudoga ming shukr. Endi ertaga egalari kelib xursand bo'lib minib ketsalar bo'ldi bizga shu-da. Qadrdonlar kuzatib boringlar, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Podelitsiya qilmagan, podelitsiya qilib qo'yinglar. Ehtiyot. Buni oldingi videosi kelgan, evakuatorda kelgan yotgan holati videosini topolmadim. To'g'risi kompyuterga qayerdir qo'yganman. Ehtiyot topolmay qo'ygan bo'lsam deb aytib o'tib ketadi. Bu mashina evakuatorda kelgan, yurmagan. Men bu yerda o'zim yurg'izib mana shunday holatga keldim, mana ko'rib turganinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelasi videolarni ko'rishguncha qilgan mehnatlarimizni qadrlab, like-larni bosib qo'yinglar, qadrdonlar. Ancha mehnatimiz sindi lekin bunga.